Ketdi, mana Mitya sho'rda, syomkada. Davay. Bu xalqim kim? Şunda toprak kalan mı, vezir mi? Kaça? Toprak kala. Toprak kalan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu 28-noyabr 2025-yil Avtoshopdan kechki savdomiz do'stlar. Cobalt Midnight mashina oldu. 2025-yil mana shu supratkada avtomatik коробка. Xudo xolasa toprak qaladan, kim edi? Bekzod. Bekzod do'stimiz kelgan ekan, bitta kelib, mashinani bu qadar ko'rib ketdi. Adis mama bilan maslahatlashib kelaman. Xudo xolasa maslahat etib keldi. Darak etdik. Bekzod tabriklayman jo'ra. Hayırlı devletli maşin olsa tizollaşın jora. Yine şu sprafkesi. Maşini kalalım mı? Savdamıza razı mısın jora? Razıyız. Şöyle gideyim mi? Toprak kalada patçıklarga, klientlerge. Değerli tavsiye ederiz. Geliyorum Özbek'e. Xudo xolasa mashinamiz 165 millionga qo'ydik. 165 millionga birinchi nomerni operator berdi Xudo xolasa. 2025 Midnight Cobalt'imiz baraka oldu. Toprak qalaga ketdi Xudo xolasa. Toprak qalaga 3 kunning ichida ikkinchi va uchinchi mashinamiz yani. Nasip etsin jo'ra, isollaysin. Endi ekaningda bundan amollar ag'anib bering. Xudo xolasa. Kelaversa avtoshop turganda xizmatdan mashinalarimiz ko'p. Evet.